o'sha Longman guzeli degan Kroren. Bu Cherchen odami. Shunchalik yaxshi saqlanib qolgan. Eti turibdi ustida, suyagining ustida. Cho'l iqlimning quruq bo'lganligidan mumiyalar vaziyati juda yaxshi. Mumiyalar ko'pincha O'rta Osiyo va Janubiy Sibir insonlarining jismoniy xususiyatlariga ega dedik. Eng asosiysi bular bo'ylari uzunroq, yuzlari keskin chizgili, bu Xitoylarga o'xshagan yumaloq emas, bodom ko'zlidir. Ko'pining sochlari chirimagan va hanuz o'z yerindadir. Soch rangi sariq malla rangdan qo'yib qahva rang orasida o'zgaradi. Sochlari asosan uzun, jingalak va o'rilgandir. Qıvırcıklı jingalak. Uyg'urcha jingalak tushunsalar bilmadim. Tushunasizlarmi? Mumiyalarning ustidagi kiyimlar va xususan kiyim materiali O'rta Osiyo tikish usuliga egadir. O'rta Osiyodagi tikish usuli ham shunday bo'lgan ekan u paytda. 2008-yilda Jilin universiteti tomonidan yuritilgan bir tadqiqotda tarım mumiyalar insonlarining O'rta Osiyo va Shimoliy Hindiston aholisi bilan ham genetik qardoshligi borligi aniqlandi. Bu mumiyalar topilgandan keyin 1987-yilda birinchilari chiqqan. O 30-yillarda bir ikkita topilgan, lekin e'tiborsiz qolib ketgan edi. 87-89lardan so'ng hamma yerda mashhur bo'lib, sensatsiya bo'lib, bu yerga chet eldan, Avropadan, Amerikadan tadqiqotchilar kela boshladi. Xitoyliklar o'zlari ham qiziqa boshladi. Hatto ba'zi siyosatga ham aralashib ketdi. Hatto bu yerda. Keyin genetikasini o'rganishdi bularni, DNAlarini, kiyim kechaklarini, antropologiyasini, urf-odatlarini, ko'milish marosimlarini o'rganishdi. Ajabo bular qayerdan kelgan bu insonlar? Uyg'urlarga tegishli tegishli emasmi? Chunki Xitoyning da'vosi bor, har doim biz bu yerga Uyg'urlardan oldin kelganmiz. Shinjon aslida eskidan bizning yerimiz degan da'vosi bo'lganligi uchun tortishuvli siyosiy jihatdan tortishuvlarga aralashib ketdi bu topilmalar. Shuning uchun har tomonlama o'rganilish boshlandi. 2007-yilda Xitoy hukumati National Geographic Society'ning Spencer Wells bilasiz, dunyo insonlar oilasi yig'ochini qilyapti bular daraxtini, so'ylar daraxti, genetik daraxt. Har bir inson bir-biriga bog'liq, qachon ajragan bir-biridan, qachon ayrilgan, qayerlarga migratsiyalar bo'lgan, ko'chishlar bo'lgan, shu bilan qiziqadigan bir yirik proyekt. Bu Spencer Wells keldi bu yerga, tarım mumiyalarining genetik tadqiqotlarini olib borishga ruxsat oldi. Wells bu jasadlarning ich qismidan chirimagan DNAlarni olishga muyassar bo'ldi, qo'ldan keldi. Mutaxassislar tarım havzasiga miloddan oldingi 2000-yildan boshlab G'arbiy Turkiston, Janubiy Sibir, Sharqiy Avropa, Mezopotamiya, Iroq, Suriya, Janubiy Sharqiy Turkiya va Shimoliy Hindistondan doimiy shaklda kelib turganligini aniqlashdi bular. Ya'ni ko'chlar g'arbdan sharqqa doimiy shaklda bo'lganligini ko'rsatdilar. Sharqdan kelmaganligi genetik tadqiqotlar natijasida o'rtaga chiqdi. Tarım havzasida ko'p yillik arxeologik izlanishlar olib borgan Meyer va Mallory nashr qilgan kitob va maqolalarida shu xulosalarga keldi. Birinchisi, tarım mumiyalari Avropayi irqiga oid bo'lganligi uchun Hind-Avropayi tillarda so'zlashuvchi xalqlarga oidligi fikri bildirildi. Ya'ni bular Avropayi bo'lganligi uchun tili Hind-Avropayi edi, dedi bunlar. Ikkinchisi, tarım havzasida eng eski yozma yodgorliklar Tahar tilida bo'lganligi uchun 6-yüzyil u mumiyalardan bular bilan orasida eng ozida 600-700 yil farq bor. Tarım mumiyalari Hind-Avropa tillaridan biri bo'lgan Tahar tilida so'zlashuvchi xalqlarga oidligi fikri bildirildi. Uchinchisi, tarım mumiyalarining ustidagi kiyimlarning
ayni davrda Avropada mavjud bo'lganligi uchun bu insonlarning Avropadan Sharqiy Turkistonga ko'chib kelganligi fikri o'rtaga tashlandi. Shunday bir haqiqat bor. Bunday qurib qolib yaxshi saqlanib qolgan jasadlar dunyoda uncha ko'p emas, oz topiladi. Tarixda topilganligi uchun barchani diqqatini chekdi bu masala. Shuning uchun Avropaliklar keldi, Amerikaliklar keldi, Almaniyaliklar keldi, bu yerda ishlayapti, hali ham ishlab yotibdi. Lekin mana bu asosan ikkita yirik kitob nashr qilingan, bu kitobdan olgan asosiy xulosam bu. Endi meni o'zimning fikrim mana bu o'sha kitoblar. Mallory va Viktor Meyer. Tarix havzasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar haqiqatan ko'p muhim va bu tadqiqotlarni yuritgan olimlar ko'p yaxshi natijalarga erishgan. Shubhasiz, bu olimlar qo'lga kiritgan yangi ma'lumotlarni tarafsiz va yuksak ilmiy saviyada talqin qilishga uringanlar. Lekin ularning xulosalarining ilmiy jihatdan yanglish va bo'rtma, balki de tarafli va Avropa markazchi bo'lganligi yaqqol ko'rilmaktadir. Ularning xatolari menimcha shulardan iborat. Birinchisi, ularning birinchi xulosasiga javob. Har Avropaviy irqqa mansub xalq Hind-Avropa tillarida so'zlashmas. Bu hammaga ma'lum bir haqiqat. Tarixda va hatto kunimizda bunga ko'p o'rnak bor. Masalan, Etrusklar, Basklar, Finlar, Majarlar, Sibir xalqlarining ba'zilari, Kazan tatarlar, bular Avropaviy irqqa mansub antropologik jihatdan. Lekin tillar farqli. Hind-Avropa tilida so'zlashmaydi bunlar. Tilning qondan va genetik olarak onadan bolaga o'tishi fikrini himoya qilish xato ilmda. Til qon bilan o'tmaydi. Til madaniyatdir, o'rganiladi, o'rgatiladi, tarbiya bilan o'tadi. Mana bu Xitoyning lingvistik, ya'ni til xaritasi. Tillarda, turli tillarda so'zlashuvchi xalqlarning yoyilish xaritasi. Ko'rib turibsiz, Tarım vohasi Şinjan asosan Altayik deb qo'yibdi mana bu yerda. Turkcha, turkiy tillarda so'zlashuvchi xalqlarning hududi. Ikkinchisi, har yozma hujjatning tili so'zlashilgan tilni ifoda etmas. Tarix havzasida taharcha hujjatlarning topilishi bu yerda yashagan xalqlarning tahar tilida so'zlashganini anglatmaydi. Misol ko'p, o'rnak ko'p tarixda. Masalan, o'rtachoq turk davlatlari devonxonalarida butun yozuvlar forscha bo'lgan. To Qo'qon xonligi, Buxoro amirligigacha forscha yozishmalar hammasi forscha. Lekin u davlat fors davlatimi? Yo'q. Aholisini %si protsentaji forslar ko'proqmi? Yo'q. Turklar ko'proq. Tarix havzasida taharchadan tashqari boshqa tillarda da yozma asarlar topilgan. Bu yozma asarlarning hech biri yerli aholi tili haqida bizga ma'lumot bera olmaydi. U bir asar, yozma yodgorlik manba. Undan siz u ichida yozilgan narsani analiz qilishingiz mumkin, lekin atrofda yashagan aholini analiz qila olmaysiz. Shu tilda hammasi shu tilda gapirgan deya olmaysiz. Efendim, son üçüncü, evet. Bu taharca bir yozuv. Üçüncüsü, kiyim va moddiy madaniyatning boshqa unsurlari har doim aholining etnik mansubligini ifoda etmas. Bunga da ko'p o'rnak bor. Masalan, har do'ppi kiygan Uyg'ur emas. To'g'ri? Moddiy madaniyat unsurlaridan yo'lga chiqarib, bir xalqning etnik mansubligini izlash, aqtarish, qidirish, yanglashdir. Moddiy madaniyatiga qarab ayta olmaymiz. Moddiy madaniyat ham o'zgaradi. Bu kiyim qo'shamlardan. Bu masalaga farqli yondashish kerak. Endi qiyin masala. Bugun tarix havzasida yashagan
Uyg'urlar tabiiyki bu coğrafyada mavjud bo'lgan butun madaniyatlarning, butun tillarining, butun moddiy madaniy unsurlarning to'g'ridan to'g'ri meroschisidir.